biz bildiğimiz fakatla bu yerde hazır ünlülerini gibi kullanıyoruz. Onun başka yine başka app'ler var. Mesela TikTok var. Yoki Douyin deyli. Ondan keyin bir ezan kiyim satadigan bir Shein deydigan bir şirket paydo bo'ldi. Men yaman nimalarni anladım ama anlaşılan qaraganda bir necha dollarga ham hali Raurus kiyimdan sotib etib tez moda deydigan bir gap bor, fast mode degan. Hali kiyimni bir kiyiblar biz tashib etib necha dollarlik narsa bo'lganligidan hamda aşı mesela Shein'ninki mi şu qo'lga kiyimlar munosabatlik hani uchur o'g'irlaydiganlik to'g'riliq o narsalar o'tirib chiqyapti. Ondan boshqa bu Sanxoz'da bir şirket var, Lookout deydigan. Şu şirketning bir parlap e'lon qilingan şu Xitoyninki chet ellik Uyg'urlarni kontrol qilib ishlatadigan applar to'g'riliq bir yozgan maqolalar var. Buningda Badbazar deydigan shakldagi, xarakterdagi bir uchur o'g'irlaydigan applar. Onun keyinden Moonshine deydigan yeni bir xil tipdagi yana bir applar var. Bu yig'ib kelganda bir 50-60 applarga chiqadi. Buning ichida qiblani ko'rsatib turadigan app bor, Qur'on o'qiydigan app bor, tarjima qiladigan app bor. Qarasa Uyg'urlar shunchalik foydali bo'lgan app. Ammo bu applar Google Play Store'da yo'q. Bu applar nimada taqilgan? Ko'pincha Telegram, WhatsApp, bu chiq Uyg'urlar voy menda qolaylik app ekan deb bir APK deydigan bir ücreti var. Şu ücreti neymiş şu? Torlarda takıtıp, mənbəsiga qaramaylam, qaçılab işletidigan bu nəhayət iğirke. Bu iğirlik derecesi bulunmuş. O'rta Sharq davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar orasida Turkiyada nəhayət iğir. Bu applarning endi asosiy alayliklari nima desa, birisiga şu telefon daftaridagi telefon nomerlar, qisqa uchurlar, masalan WhatsApp, ondan keyin şu telefonun boşluqda saqlaqlıq resim, video olmaydigan narsa yo'q ekan. Ondan boshqa uydagi Wi-Fi'ning nomeri, maxfiy shifrlari, IP adresi, turayotgan o'rin, shu endi olmaydigan uchurlar asosan yo'q ekan. Biz buni bilmaydi ekanmiz. Nayt bu shu lookout nayt inchkilik bilan nima qilib sonliq ma'lumotlarniki yo'tkilish nimalarini alohida qilib turib chiqargan narsa. Madaxlab qarabla belgili olmaydi. Ba'zanlar hatta bayqamaylar bu asosan endi bu Android telefon bilan bo'layotgan narsa. Ba'zanlar hatta Google Play Store'ga kirib ketganlar bor ekan. Masalan, Camscanner deydigan bir nima bor ekan, bir rasmni tutib turib PDF hujjat aslilagan. Masalan, shunga o'xshash bayqamaylar kirib ketib keyin arz qilgandan keyin Lookoutmi iPhone bilan, Apple bilan Google bilan aloqalashib qilgandan keyin bular chiqarib etgan ishlar bo'lgan. Ama bu yerda endi biz ko'pincha allarda endi shu texnik shirkatlarga biz ishonamiz. Bular bizga cho'qim bexatarlik narsa garantiya qilib beradigan narsa bor. Ammo bu yerda nima deymiz? Mas'uliyat, hamkorlik asosidagi mas'uliyat deymiz. Shared responsibility deydi buni inglizcha Uyg'urchada. Hamkorlik asosida nima deymiz? Mas'uliyatni tam ustimizga olib bir hamkorlik qilsak bo'ladi. Yani nima degan vaqtda texnik shirkatlar bizga ma'lum bir bexatarlik garantiya qiladi. Ama onun üstüne biz nimani ishlatishimiz, qanday sog'lom ma'lumotlarni saqlashimiz, bu bizning mas'uliyatimizdir. Appni qachilmaslik, ishlatishimiz bizning. Endi nurg'un applar bizga foydali narsa kelib berib hozir yurtlarida yo'q. Ammo kelgan foydasidan tatqan ziynimizningki o'rtasida balans bormi yo'qmi? Tatqan ziynimiz olgan foydamizdan jiqvasi demak uni ishlatmaslik kerak. Ammo bu yerda endi hozir undidarning ustida bo'layotgan gap, undidar albatta kuchurimizdan hammasini oladi. Siz ünlülerle gaplashgansiz mikrofonni va ünlülerning mikrofonni ishlatish ruxsatini ichib berishimiz kerak telefonda. Agar biz uni qilsak uydagilar avvalda qushur qoldira olmaymiz. Demak, ünlüler mikrofonning kirish ruxsati olgan ekan, mikrofonda nimalarni olmaydi u? To'g'rimi ya? Mikrofonimiz davomli ünlüler mikrofonimizni ishlasa bo'ladi degan ruxsatni berganligini qiladi. Demak, uning telefon qilish iqtidorini nima qildik? Demak, telefon qilish iqtidorini qo'shib nima qilsak, uningdan nimalarni oladi? Anan keyin biz resim yollaymiz. Demak, biz resimlarimizni ko'rish ruxsati ichib berdik. Demak, biz ba'zan narsani bilib turib yo'l qo'yotimiz, ba'zan narsani bilmay turib istiqlik oldi yo'l. Demak, endi applar o'g'irlaman desa o'g'irlaydi. Masalan, eng cho'ng foydaligan narsaning birisi nima shirkatlar desa, telefon nomeri. Biz tursak ba'zan da strahvaniya sotaman deb telefon kelib qoladi. Yana bir yerdan bir nima kelib qoladi, bu nomerlarni nerdan oladi deymiz. Amaliyotda shunday
Yava app'ler bizga bekal sunib bergan app'lar bizning telefon nomerini izlab, aşağı şirketlarga sotadi. Buni aytib cho'ng bir nima, soda bu telefon nomerini setish. Ama ular faqatlar iqtisodiy manfaatni qilib turib toplaydi bizning uchimiz. Ama bu yerda da'vat qilamiz, bizni yo'q qilishga nima qilayotgan bir davlatninki bizga bizni to'plab bizga qarshi qo'llanadi. Endi bu Shvetsiyadagi o'tirimizdagi do'stlikninki buzilib ketishiga balkim undidar bevos sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin, ama sabablarning birisi bo'lishi mumkin. Sebeplerden birisi. Mesela hop vay falan ündiler bilen görüşemeyiz ki men demiş ki görüşemeyme dep bolsa demek bu ündiler bilen görüşelgen qaraganda o yıkırak okşaydı hükümetler qaraganda dep bolsa oturumuz ki belki ben bilen buzulup ketişim. Ama bu bir taktik hakikaten. Hem de aynı vakti demiş 7. numaralı koyacak oturup çıkan vakti da en çok nişandan birisi çeteldeki belki çıkışlarına başlayıp yok tutuştu. Hem de şöyle yazma adam belki bazı gördüğü yetip durup hoşup gitip ağanda bizden başlayıp kutuvatkanımızdan. Hem de reallıkımız şu, hem de rıkı işence biz bağlan sırarımızda kültürlü kutuvatada birbirimize işlenmesi altı kaldık. Hem de belki mündüler onun sebepçisi buluşu mümkün ama yalnız üzü buluşuna dair. Bilmedim sorularınız var, doğru cevap verelim.